oddiy poddelka soat bilan qo'lingizda taqib shu mashina ichidan tushsangiz, originalni tasdiqlab beruvchi mashinalardan bittasi, sababi XL seryozni status beradigan mashinalardan bittasi. Ushbu XLimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 56 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasi toza. Mashinamizga qilingan ishlardan 4 ta yumshoq olamimiz bor, tonirovka ruxsatnomasi bor. Mashinaga shularning o'zi yetadi, sababi mashina derskiy, boshqalardan mashinalardan bittasi. Slipoy zonalari bor. Salon qismi masla bo'lib turibdi. Bosib o'tgan masofasini ko'rishingiz mumkin. 55.900, 56 mingga bormagan. 419 millionli full pozitsiyasi hisoblanadi. Abduf abagreiflari bo'ladi. Mashinamiz ideal holatda. Salon qismi ham o'ta ideal, shoklarini ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz bu 20 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinaning vidini beradi. O'ta akkuratdan haydalgan. Afishkalarni ham ko'rishingiz mumkin mana. Mati bo'lib turibdi. Unaqa qirilgan, chizilgan, ko'ngilga xira qiladigan joylari yo'q. Ushbu mashinamizni kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa qulay, arzon mashina o'tkazib yubormaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Avtotime'dan uzoqlashmang. Avtotime siz uchun harakatda. Ushbu mashinamizning narxini $25.350 deb qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. XL qidiruvdan do'stingizga jo'natib qo'yamiz.